Bir akamiz aytayapti, nimadir sabab bilan akam bilan urushib qoldim. Tortishib qoldim, alam ustida Rossiyaga ketdim, akam uyda qoldi deydi. Oradan vaqtlar o'tdi, akamga hech telefon qilmayman, SMS yozmayman, bayramlarda, tug'ilgan kunlarida tabriklab telefonlar qilmayman. Akam bilan yuz ko'rmas bo'lib ketdik deydi. Akam bir yilcha o'tdi, bir yildan beri deydi, yalinib yurardi deydi. Uka qo'y, yarashaylik, ayb mendan o'tdi, kechirgan. Senga bekor baqirdim, baqirmasligim kerak edi deb telefon qiladi, SMS yozadi, hech ko'tarmayman, javob bermayman. Akam kechirgim kelmaydi. Ayb menda bo'lsa ham, xatoni men qilgan bo'lsam ham, akam kechirim so'rasa ham kechirgim kelmaydi. Kechirmayapman deydi. Kunlardan bir kuni ishlab tursam, uydan telefon bo'ldi. Qarasam, onam telefon